Assalomu alaykum azizlar, aziz samarqandliklar. Demak, yangilikka tayyormisiz? Qanaqa deb ta'jablanayapsizmi? To'y sezoni boshlandi. Bugun Zarxaldan gapirar ekanmiz. Zarxal Marhabodagi Zarxal restoranida, bazmgohida ayni damda kishi boshiga 220 mingdan 350 minggacha stollarimiz bor. Undan tashqari kichkina sirda aytaman. Mana shu siz to'yda boshlar ekansiz, Zarxalda chiroyli bazmgohini brom qilishga kelganingizda, mana shu to'yxonadagi barcha chiroqlar, to'yxona oformleniyasi, to'yxonaning ayni damda DJ kolonka xizmatlari sizlarga mutlaqo tekinga beriladi. Yana bir Zarxalda bir chiroyli tomonni aytadigan bo'lsam, Zarxalda juda mazali taomlar, agar e'tibor bergan bo'lsalaringiz, juda mazali taomlar qilishadi. Qolaversa, Zarxal bazmgohida salatlarga vobshe gap bo'lishi mumkin emas. Zarxalga keling, birgalikda yaxshi kunlar kutib olamiz. Demak, aziz samarqandliklar, Zarxalga kelar ekansiz, bir-birdan mazali ovqatlar, qolaversa havoning issiq kunlarida salqin harorat steyjlarimiz bilan birga bo'ladi va kishi boshiga ta'kidlab o'tganimizdek 220 mingdan 350 minggacha stol. Men nomdan katta chegirma bor. Kelinglar, birgalikda Zarxalni chiroyli atmosferasida marhabo Zarxalda ko'rishamiz. Sog' bo'linglar, to'ylaringiz muborak bo'lsin. Restoran tanlashda, bazmgoh tanlashda adashmang.